O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga tashrif doirasida Ko'kdala tumanidagi kichik sanoat zonasiga tashrif buyurib, bu yerda amalga oshirilayotgan loyihalar, ishlab chiqarish jarayonlari va mavjud issiqxona jihozlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan bo'lib, 600 nafardan ortiq aholi doimiy ish o'rniga ega bo'lgan. Birinchi bo'lib xonadonimda 4 ta ish o'rni yaratganman. Hovlimni bir chekkasidan ustaxona qilib, o'shanda talab yaxshiligini bildim isitish qozoniga. Isitish qozoni ishlab chiqarish yo'lga qo'ydim, avtomatlashtirdim. Unda lekin talab yaxshi-yu, bizda yiliga atigi 100 dona ishlab chiqarish imkoniyatimiz bor. Chunki yerimiz kichkina, ustaxonamiz ham kichiklik qilardi. O'shanda hokimiyat tarafdan sanoat zonadan joy berilishligini eshitib, maksimal harakat qilib o'shandan yer olib, sanoat zonadan kattaroq ustaxona qurganimizdan keyin bu yerda hamma sharoitlar borligini bilib, zudlik bilan buni qurib bitirdik-da. Bu yerda 15 ish o'rin yaratdik. Bundan keyin yiliga 1000 ta isitish qozoni ishlab chiqarish imkoniyati yaratildi. Buni hozirgi kunda xonadonlar, maktab, bog'cha, ayniqsa issiqxonalarga juda ham qo'l keladi. Buni hozir talab juda ham yaxshi. Yiliga 1000 ta emas, undan ham ko'p ishlab chiqish imkonimiz bor. Chunki qo'shni tumanlarda ham filialimiz ham bor. Hozir bundan ham katta filialimiz bor. 45 ish o'rni yaratilgan. Buni hozirgi kunda qo'shni davlatlarga ham sekin-sekinlik bilan eksportni yo'lga qo'yganmiz. Eng so'nggi modeldagi isitish qozonlarini ishlab chiqaryapmiz. Mavsumiy bo'lganligi uchun mana 6 oy davomida isitish qozoni yasasak, yana 6 oy davomida darvoza, karavot, metalldan har xil mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. Chunki men uzoq yil mutaxassis tayyorlayman-da, mutaxassislarni yo'qotib qo'ymasligim kerak. Doimiy ish bilan ta'minlab turishim kerak. Vazifam shu deb bilaman. Shuning uchun darvoza, karavot, transformatorlar, shitni ishlab chiqarish yo'lga qo'yganman. Doim ish bilan ta'minlab turaman. Xodimlarim o'shanga qiziqib ishlaydi. Ish haqini ham oylik emas, har bir ishiga qarab belgilangan summalarni oladi va kim ko'p ishlasa, eng kamida 10 milliondan 20 million so'mgacha ish haqi topyapti o'sha yerda turib. Ko'pchiligi Qozog'iston, Rossiyada ishlab yurardi. O'sha svarka sexda, firmalarda ishlab yurardi. Hozirgi kunda mana shu Ko'kdalaning o'zida xodimlarim yetarlicha bor. Shu yerda ishlaydi, oilasini bag'rida. Keng ta'minlandi. Bu loyihalar tumandagi ishsizlik darajasini sezilarli kamaytirdi. Aholi daromadlarini oshirdi. Ijtimoiy barqarorlikka xizmat qilmoqda. 2012-yildan boshlab Rossiyaga ishga chiqqanmiz. Rossiyada ishlaganmiz. Qiyinchiliklar bo'lgan, sovuq, vatan sog'inchi qiynagan, oilamizni sog'inganmiz. Qiynalib ishlab yurganmiz. O'zimizda mana shunaqangi sharoitlar bo'lishi haqida orzu qilardik, lekin ishonmasdik. Xudoga shukr, mana Ko'kdala tumani tashkil topdi. Bizga mana shunaqangi sharoitlar yaratib berdi. Bugungi prezidentimizni tashriflari bizni juda xursand qildi. Bu yerda xonadonlar uchun, issiqxonalar uchun isitish qozonlari ishlab chiqarilyapti. Biz shu yerda ishlab, Rossiyaga nisbatan yaxshiroq oylik olyapmiz. Xudoga shukr, o'z vaqtida hamma narsa, eng asosiysi oilamiz bag'ridamiz, ota-onamiz bag'ridamiz. Farzandlarimiz bilan birgamiz. Mahsulotdan tashqari mana darvoza, karavotlar chiqaryapmiz. Mana shu darvozalarni mana o'zimiz ishlab chiqarganmiz. Hayotimiz yaxshi bo'ldi. Mana chet davlatlarda yuraylik, uyimizdan yiroqda, bola chaqalardan telefonda gaplashib, mana hozir o'zimizda ertalab ishga chiqamiz, kechqurun vaqtida kelamiz, bolalar bag'rida. Uydalar mana shu chiroqchilar ham juda zo'r bo'lib ketdi. Mana shular ham juda chiroyli joy, ishlashga sharoit bor, hamma sharoit.